Dublyajchi mana, dublyajchi. 4 yil o'qigan dublyajchiman. O 25 yillik dublyajchi nimaga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga Sehrlandiya multfilmidan taklifnoma olib keldik. Bu Alish multfilm, ha, Alisher Uzoqov, Jahongir Ahmedov. Oting nima edi seni? Shahram. Shahram seni bahonang deb gapirib olay. Mayli. Alisher, Jahongir. G'alati emasmi? Men kutdim. Shu multikka chaqirishdan kutdim. Azbaroy shu loyiha zo'rligidan kutdim. Qani o'rtoqchilik, qani kursdoshchilik, qani og'aynigarchilik. Qani? Tushunmadim. Kutdim. Lekin shunisiga ham rahmat. Taklif qildinglar. Ichini ochib Ko'ramiz endi. Bo'ldi, ha, ichini ochamiz. Ko'ramiz endi borganda. Kim meni men dublyajchiman, dublyajchi. 4 yil o'qigan dublyajchiman. Och ichini ko'raylik. Mana shulardan bittasiga men ovoz berishim mumkin edi-ku. Mana shulardan bittasiga men ovoz berishim mumkin edi-ku. Ya shubha qildinglar meni yaxshi ovoz berishimga. Xullas, men Jahongirdan, Alisherdan xursand emasman, lekin Shahram sendan xursandman. Rahmat. 25-da ko'rishamiz. Xo'p. Omad. Ko'ramiz kim meni qoyil qildi ekan. Kutib qolamiz. Sen ovoz berganmisan sen? Yo'q. Ha, unda sherik ekanmiz keyin. Kutib qolamiz. Bo'l.